yağsa keçide, qarang'uni yo'ritar. Kitap o'qisa kunda, nadanlikni yo'q qilar. Kelinglar do'stlar, birga kitob o'qiylik. Assalomu alaykum adashlar, yaxshi turinglarmi? Bugun men mening bir rapdan to'g'riliq o'qib beray. Mening bir rapdan. Bugun kunga dushanba. Dushanba kunlari men opamga yordamlashib narsa kerak setib olg'ili chiqaman. Bugun kunga seshanba. Seshanba kunlari men suzishga boraman. Bugun kunga chorshanba. Chorshanba kunlari men kutubxonaga berib kitoblarni oriyatga olaman. Bugun kunga payshanba. Payshanba kunlari men do'stim bilan kaltak to'p o'ynayman. Bugun kunga juma. Juma kunlari men juma namozi o'qig'ili masjidga boraman. Bugun kunga shanba. Shanba kunlari men velosiped minaman. Bugun kunga yakshanba. Yakshanba kunlari men uydagilar bilan bog'chaga boraman. Mening har kunim shundoq aldilashlik ichida o'tadi. Lekin har bir kunim shundoq ko'ngillik. Adashlar, mening bir haftam degan parcham mishada oxirlashdi. Buningda mush kitob chiqadigan bir o'g'abalni kundalik qildigan ishini deb beribdi. Sizlarchi, sizlar qanday ishlar bilan o'tisizlar? Undaqda bugun xo'shlashib tulaylik. Yana boshqa kunlarda ko'rishaylik. Alg'a minat.